Hammani uyda konditsioner bor. Bitta biz bechoralar ventilyatorda o'tiribmiz. Obid, bugun 60 gradus issiq bo'lyapti ekan. Yur, ozgina salqinda dam olamiz. Yo, rahmat. Men uydagilarga konditsioner olib beraman deb va'da qildim. Men ishlayman. Yana oshmi? Voy, go'shkammi? Men ham yeyman. O, och qoninga lapshi ham zo'r ketadi, ha? Men krossovkaning qorasidan xohladim. Men buni kiymayman. Ey! Shuncha ishlayapsan, yaqinda oyog'ingdagi tushib qoladi, yangi olsang-chi. Ay, yo'q, shunda chetini klilib olsam, yangidek bo'ladi. 3 yil o'qiganim nima bo'ladi, aya? Voy siqilma qizim, akang ketamiz, kontraktini to'lab yuboradi. Ha, krossovka, konditsioner, ro'zg'or hammasiga jo'natdim. Kontraktni ham to'lab yubordim. Ye, qoyil. Hozir. Ho, aya. Bolam, sening to'yim tezlashib ketdi. Bu yil kelmasdan keyingi yil kela qolgin. Ha, xo'p.